Sunnat qildirishning ijobiy tomonlari. Butun dunyoda erkaklar jinsiy a'zolarining qaysi biri go'zalroq va estetik jihatdan jozibali, sunnat terisi bilan yoki bo'lmasdan hayron bo'lishadi. Urologiya va tibbiyot nuqtai nazaridan sunnat qilingan jinsiy olatning bir qator afzalliklari borligi isbotlangan. Birinchidan, gigiyena tomonidan tozalash osonligi. Ikkinchidan, fimoz rivojlanishining bo'lmasligi. Uchinchidan, erta evakuatsiya rivojlanishi xavfi pastligi. To'rtinchidan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, ayniqsa VICH kamroq bo'lishi. Va beshinchidan, ayollar uchun xavfsizlik, ya'ni bachadon bo'yni saratoni rivojlanishi xavfi bir necha barobar past bo'ladi. Shuning uchun oxirgi yillarda chet ellarda ham sunnat qilish rivojlandi. Bu shuni anglatadiki, insonlar eng yaxshi va mukammal dinni tanlashmoqda. Chunki sunnat qilish afzalliklari faqat musulmon dinida mukammal yozib o'tilgan. Bu videoni tanishlarga jo'natishni unutmang. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.